Har qanday o'zbek ayoli mana shunaqangi chiroyli bir hovlida yashashni orzu qilsa kerak. Necha yillardan beri ijara qiynalib, uyga muhtoj bo'lib yurgan birodarlarimiz bir kun kelib, mana shunaqangi chiroyli bir orzu havas bilan qurilgan hovlilar egasi bo'lishadi inshaalloh. Qaranglar, Yangi Toshmi postidan 5 kilometr o'tganda joylashgan mana bu 2,5 sotuvli xonadonni bundan ortiq proyekt qilib bo'lmaydi. 2,5 sotuvli joyga bundan chiroyli, bundan qulay qilib bo'lmaydi. Yashil maydonlariga ega, yozgi oshxonalari, chiroyli bir darvozaxonalari bor. Mashinangizni mana shu hovlida tasavvur qilib ko'ring. O'zingiz oilangiz tapchan qilib olib, bu yerda choy ichib o'tirishibdi. Mana bu yozgi oshxonada bo'lsa, palovxon to'ralarni tayyorlab, oila davrasida mazza qilib yeb o'tiribsizlar. Tasavvur qildingizmi? Allohga oson. Bitta niyat qilib qo'ying. Burchakda joylashganligini plyus tomoni shundaki, alohida darvozasidan tashqari bitta qo'shimcha eshiklari ham bor o'rtoqlar. Qaranglar birodarlar, shunaqangi chiroyli hovlisi egasi bo'lib qolganingizda, sizniki bo'lib qolganda qanaqa mashinada yurardingiz? Endi ichkarilarni aytmasa ham bo'laveradi. Bir noodatiy did bilan ta'mirlab qo'yishda kirgan odam haqiqatda adashib qoladi. Azizlar, mana bu hovli qaranglar. Yumshoq mebellar bilan jihozlab olgansizlar, televizorlarni qo'yib olib, oila davrasida farzandinglar bilan kinolar, multfilmlar ko'rib o'tiribsizlar. Qarang, chap tomonimizda bo'lsa, yop-yorug' oshxonalarimiz, oshxonaning panorama oynaligini plyus tomoni, farzandinglar hovlida o'ynab turgan bo'lsa ham, siz ovqat tayyorlayotgan payt bemalol farzandinglarni kuzatib tursanglar bo'ladi. Ko'z quloq bo'lib tursanglar bo'lar ekan. Zo'rmi? 2,5 sotuvda 6 xonali qilib qurilgan bu hovlining narxi qimmat emas o'rtoqlar. Video davomida aytib o'taman, undan oldin bitta ko'ringlar. Bitta o'zingizlar baho beravering. Bu yotoqda umumiy sanuzellari bor. Deyarli 2-3 yotoqxonaning o'zining ichida sanuzellari ham qilingan. Duogo'y otaxon onaxonlarimizga ham yotoqxona va ichkarida o'zining mana shunaqa chiroyli bir sharoitlari, chiroyli bir dizaynlarni ko'rishingiz mumkin. Issiqpol va radiatorlar asosida isitiladi. Bu tomonda o'rtoqlar ajoyib bir yorug'gina mehmonxonamiz bo'lyapti va mehmonxonaga oynali eshiklar qo'yilgan. Venetsianka devorlar qilingan, 2 xil rangdan foydalanib, ajoyib bir kombinatsiya qilishibdi o'rtoqlar. Emulsiyali remont bilan aboyli remontda nima farqi bor o'rtoqlar? Agar siz uyingiz remont qilayotganingizda qaysi bir dizayndan foydalangan bo'lardingiz? Aboylimi yoki emulsiyalimi? Emulsiyani ko'pchilik rangi o'chib ketadi, chizilsa ketmaydi deb o'ylashadi, lekin shunaqangi emulsiyalar ham bor ekanki, xuddi aboyga o'xshab yuvsangiz, artsangiz ketaverar ekan. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda mana shunaqa koridorimiz, zinaning ustida ham lyustralari va devorlarda braj chiroqlari ishlatilgan ekan. Ikkinchi qavatda o'zida 4 ta xonani ko'rishingiz mumkin. Birinchisidan boshlab ko'rsatib beramiz. Ota-onalar yotoqxonasini kirsanglar, sharoitni qaranglar o'rtoqlar. Chiroyli bir lyustralarimiz ilingan, braj chiroqlari bor va ichkarisida o'zining garderobni xona uchun alohida va bu yoqda sanuzel uchun alohida bitta eshiklarimiz, joylarimiz qilingan. Albatta o'rtoqlar, uyingiz tartibli bo'lib tursa, maza qilsangiz kerak. O'shancha tartib bo'lishi uchun ham bitta garderobni bo'lsa, kiyimlarni alohida qilib o'sha yoqqa joylashtirib qo'ysanglar bo'lar ekan. Bu hali hammasi emas. Farzandlarga ajratilgan yotoqxonada ham o'zining ichida sanuzellar qilib qo'yilgan ekan. Bilasizlar o'rtoqlar, uyga eng qimmat joyi o'sha sanuzellarga, uni unitazlariga, boshqasiga ko'p pul ketib qoladi, lekin bu uy egalari o'sha pulni ayamasdan chiroyli qilib qurishibdi inshaalloh. Narxiga aytadigan bo'lsak, 142 ming narx so'rashyapti. Yangi Toshmi postidan o'tganda joylashgan bu xonadonimiz aniq lokatsiyalarini Uybozor TV.uz saytida olishingiz mumkin. Qiz bolalar uchun ajratilgan mana bu yotoqxonaga kirganinglarda panorama oynalari hovlisiga qaragan bo'lyapti va ichkarisida o'zining sanuzellari ham bor. Xullas, uyimizda jami 5 ta sanuzel. 6 ta xona, 5 ta sanuzel. Har bitta xonaga deyarli bittadan sanuzel bo'lyapti. To'g'rimi o'rtoqlar? Hovlida ham sanuzellari bor deb bilsanglar. Bu tomonda oxirgi xonamiz, dizaynlarni o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Hozir yashil ranglar ham ancha yarashyapti. Nima deysiz? Agar o'zingizni xonangizni qanaqa rangda bo'yalishini xohlardingiz? Aytib o'tgandek, bu xonadonimiz 142 ming startingiz so'rashdi, lekin yana o'tib beradigan joylari bo'ladi. Agar bundan ham arzon, xohlagan narxdagi uylarni qidirmoqchi bo'lsangiz, Uybozor TV.uz saytida narxlarni filtr asosida qidirib, xohlagan narxdagi uylarni topishingiz mumkin. Filtrga bosganimizda hovlilarni bosib qo'yamiz va bu yoqdan 50 mingni yozamiz va bu yoqqa 100 ming, 50 mingdan 100 minggacha uylarni menga chiqarib ber deymiz.
chiqarib ber deganimizda masalan 100 ta e'lonni chiqardi. 85 ming, 72 ming, bu yerda 86 ming, 75 ming, 99 ming, 90 ming mana. Agar siz ham e'lon bermoqchi bo'lsangiz, plyus belgisi bilan xohlasangiz hovli, xohlasangiz kvartira, xohlagan joyingizda e'lon berishingiz mumkin, bepul e'lonlari. Yaxshi niyatda videoni shu joyigacha ko'rgan birodarlarimiz inshaalloh mana shunaqangi chiroyli xonadonlar egasi bo'lishlik nasib qilsin. Allohga oson duo qilib qo'yinglar, salomat bo'linglar. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.